Salam, men sizlarga bugun Wanted yashirinadigan yo'llarni ko'rsataman. Zombi yo'lda tirik qolishi mumkin bo'lgan. Birinchisi, New Desert. Kirasiz, xohlagan joyni tanlang. Paydo bo'lasiz. Banancha. Olasiz. Mana shunday o'tiradigan bo'lsa, mana zombilarga qarshi yashirinadigan birinchi yo'l. Ikkinchisi to'ndira. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shundayga borib, bunday yurasiz. Va mana bunday turib olsangiz, sizni hech kim topolmaydi. Ya'ni zombilar o'ldira olmaydi. Va o'qingiz suyganda savat ko'rinib turadi. Xohlagancha o'q olib yoki qo'yib olib osishingiz mumkin. Uchinchisi bu mana bu yo'l. Mana shunga kelasiz. Mana shunday o'rnidan chiqib, aynan mana shu oy tushib ketdi, qaytib ketaman. Qolib mana shu yerda o'tirishingiz mumkin. Va mana bu yerda ham bittasi bor. Chiqasiz. Shu yerga chiqib, bu yerga yuring. Mana shu. Bu yerga zombilar kira olmaydi. Mana bu yerda sakralishlar mumkin lekin. Bu yerga esa o'tirmaydi. Uchinchisi esa yo'q, to'rtinchisi mana bu. Shu yerga ketaverasiz. Va mana shu kelib o'tiradigan bo'lsang va mana bu yerga zombilar chiqolmaydi. Va mening videolarim tugadi.